Korotkий programma 8-10 kun davomida длиться qiladi. Вот o'sha длиться qilgan programmani ichida, shu kun ichida определенный ukollar bo'ladi. Ovulyatsiya bo'lmasligi uchun ukollar bo'ladi, чтобы siz undan oldin stimulyatsiya qilganimizda faqat bitta yoki ikkita tuxumdon follikullarni yetiltirib yoriltirganmiz. Bu yerda maksimalna buni super stimulyatsiya deydi. Hamma tuxumdonda bor bu oyda chiqqan hamma follikullarni o'sha bitta razmerga yetkazish, sinxronno chiroyli o'tkazish, понятно? O'sha 8-10 kundan keyin punksiya bo'ladi. Punksiya обязательно под narkozam bo'ladi. Buni tushuntiraman. Ukol trigger eng o'sha yetiltirib beradigan urug'larni zrelosiga javob beradigan ukollar bo'ladi. Buni rovna 35 yoki 36 soat oldin sayiladi. Именно pominutna siz 36 soat degani bu siz degani 36 soatdan keyin kelasiz degani emas. Siz 36 soatdan keyin mana oldimda kresloda narkozga tayyor yotishingiz